sayyod.com. Demak, Muxlis shouning ikkinchi mavsumi va ikkinchi shartiga yetib keldik va bunda aytib o'tish kerak, kastingdan biz o'tgan mavsumga qaraganda ko'proq odamlar olishga majbur bo'ldik. Ya'ni har bitta xonandadan bittadan faqat muxlis olishimiz kerak edi, lekin bu safar ko'pchilikka ham imkon sifatida ham iqtidorlarga ovozlar teng bo'lib qoldi. Biz tanlayotganimizda bu, ya'ni Munisa Rizayevaga ikkita muxlis olindi, bu Ra'no va Malika. Lekin afsuski kasting javobi chiqib, video efirga qo'yilgan paytda Malika oilaviy sabablarga ko'ra loyihani o'zi tark etdi. Ra'no qoldilar. Shuningdek, Ummon guruhidan Odiljon va Jasur. Jasur yaxshi kuyladilar, Odiljon ham endi bitta odamni olishga bo'lmadi. Ya'ni Odiljon 15 yosh ekanlar, imkon berdik, ham qiziq bo'lgani uchun ham qani nima bo'lar ekan deb. Shuningdek, Ozodbek Nazarbekovda ham ikkita ishtirokchi, bular Jahongir va Bekzod. Va eng ko'pini o'zim ham hayron qoldim, Botir Qodirovning muxlislari bo'ldi. Bular Nodir, Suhrob va Azizbek. Bugungi shartga afsuski bir necha soat kutishimizga qaramay, bir necha ishtirokchi kelmagani sababli o'z-o'zidan Ummon guruhida faqat Odiljon qoladi, Ozodbek Nazarbekovda faqat Jahongir, faqatgina Botir Qodirovda 3 ta ishtirokchi bo'lib, shuningdek bugun yana ovoz yozishga ikkinchi shartda o'tashga kelmaganlardan bu Jahongir Otajonov muxlisi bo'ldi. Ular ham avtomatik tarzda loyihani tark etdilar deb hisoblanadi. Xullas, bugungi shartga bir necha ko'rdinglar, mana necha bo'ldi hozir soat 2 da boshlagan bo'lsak 5 bo'ldi. Shungacha baribir kelishmadi. Chatda ham yozdik, lekin loyiha qoidasiga binoan biz 3-4 soat kuta olmaymiz, chunki hozir yana boshqa narsa bor bu yerda. Sizlar hozir ikkinchi mavsumni ikkinchi shartdan o'tasizlar. Birinchi shart bu kasting, tabiiyki u chiqdi. Ikkinchi shartdan o'tasizlar, hammalarga omad. 24 yoshli Xolmatov Sherzod Samandar Hamroqulovning muxlisi. Hozir ular bizga choyning shakari tushgan vazifasini ado etadilar. Bo'larim bo'ldi jonim, falakka yetdi og'im, taraflab bo'lmas holim, tingla qarog'im, tarafda o'tar umrim, kerakdan o'tar ishqim, qo'limdan kelmas korim, sensiz ardog'im. Hey, muhitda bonim, yurakdagi paykonim, kel, juftimga aylan, tinchimni topay. Hey, jahli farmonim, badandagi darmonim, kel, taxtimga aylan, davrini so'ray. 25 yoshli Sobirova Nargiza, ular Rayhonni muxlisilar. Hozir ularga tushgan Olib ket meni qo'shiq ijrosini tinglaymiz. Dunyo, dunyo, ko'zimga ro'yo, ko'rinmas sensiz azizim netay. Armon, armon, abadiy go'yo, yolg'izlik dardin butkul unutay. His etay shirin sevgingni, ijozat bergin, yana his etay seni mehringni, bir imkon bergin. Olib ket meni uzoqlarga, olib ket meni, meni olib ket meni armonlardan, olib ket meni.
Kamon guruhining muxlisi bo'lgan Odil Shomarufov 15 yoshli muxlisi bum bum qo'shig'ini kuylaveradilar. Ko'zlarini suzmasin ey, kipriklari bir kamon xatlaridan oshmasin ey, shu nazaridan holim yomon o'zidan haq qo'ymasin ey, nazm taronam orzu armon shakarim menim arzandim erkam so'zasan agar rangim somo kechalari uyqu qayda qora ko'z boshimda balo ichimda dardim bilaman o'zim barmoq qilmay yonimdan o'tib aytmasang bir so'z borib qoling so'ragan hech yetmaydi qurbim bum 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 qani yuzimda tabassum ichimda buyuk mora chora ay ay bum 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 oshiqman noma'lum ishqida bemorman bechora ay ay Xonanda Munisa Rizayevaning 17 yoshli Ra'no Abdumutallova ismli muxlisasi o'zi bergan vazifaga ko'ra Yonar qo'shig'ini kuylab beradi. Har kuni sensiz o'tmas qarashlaring bu oltin qafas ojiz yuragingga sig'mas o'zimga men hayron o'zim ila qoldim vayron endi dardlarim nomayon bilaman elak tinch qo'ymas bilaman niyating g'araz g'urbatlarimga arzimas ne bo'ladi qiynamasdan imkon menga berganingda olarman men havasda yana ishqingda
ota kulsa ham omadim, men omadday kulmadim. Goh kulsa ham omadim, men omadday kulmadim. Chin do'st bormi bilmadim, otajonim qaydasiz. Chin do'st bormi bilmadim, otajonim qaydasiz. Izlab sizni topa olmasman, sizsizlikka ko'na olmasman. Izlab sizni topa olmasman, sizsizlikka ko'na olmasman. Firoq daryo o'ta olmasman, otajonim qaydasiz. Firoq daryo o'ta olmasman, otajonim qaydasiz. Goh kulsa ham omadim, men omadday kulmadim. Goh kulsa ham omadim, men omadday kulmadim. Chin do'st bormi bilmadim, otajonim qaydasiz. Chin do'st bormi bilmadim, otajonim qaydasiz. Otajonim qaydasiz. Xonanda Otabek Muhammad Zohidning 24 yoshli Muhammadali Xolmatov nomli muxlisi Sevdim qo'shig'ini kuylab beradilar. Ko'rib husnu jamolingni ey yor, seni sevdim. Bo'lib hajringda sarson zor zor seni sevdim. Sazoidek charx urib ishqa talmush sahroda, borim ham yo'g'im birla jon sor seni sevdim. Sevdim seni sevdim, ey yor seni sevdim. Sevdim seni sevdim, zor zor seni sevdim. Sevdim seni sevdim, ey yor seni sevdim. Sevdim seni sevdim, zor zor seni sevdim. Ozodbek Nazarbekovning 23 yoshli Jahongir Bozorov ismli muxlisi ularga tushgan shartga ko'ra Mendirman o'sha qo'shig'ini kuylab beradilar. Vatan uchun ko'ksim tog', qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, bo'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Vatan uchun ko'ksim tog', qalqondir sha'nim. Uni desa shamolday uchqur samanim. Bor bo'lsam chamanimdir, bo'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa mendirman o'sha. Kim yurtidan yovni quvsa mendirman o'sha. Kim yurtiga sodiq tursa mendirman o'sha.
Lekin bu vazifa berilgan paytida siz negadir ham shubhalandingiz ayrim so'zlariga. Shunaqami bo'lib qoldi? Endi u yigit kishi aytgan-ku, qaysi so'zlariga siz shubhalandingiz? Shu yigit naqdni qayda degan so'zlar manda ozgina. Qanaqa tushundingiz uni? Boshqacha ma'noda tushundim nimagadir. Qanaqa? Bilmayman. O'yimga yetolmadim shu so'zning ma'nosiga. O'ylaymizki, bunga samandarda javob topiladi. Qanaqa naqdni image video qilganlar dedim. Nima o'zbekcha nima bo'ladi? Image video nazarda tutganlar. Endi bu o'zingizning qo'shig'ingiz emas, erkak kishi kuylagan qo'shiq. Tak что sizga menimcha to'g'ri tushunadigan umidamiz. Tayyormisiz? Sizga hozir 3 marta imkon beriladi. Birinchisi proba, ikkinchisi etasiz, uchinchisi qaytadan etib ko'rasiz xohlaganingizcha. Ketdi. Nima deyapti? Mahita deyaptimi? Maxfiy tomonim deyapti. Maxfiy tomonim? Или у тебя проблема со слухом, или я не знаю. Так. Точно. Siz mohiy tomonim dedingizmi yo mohir tomonim dedingizmi? Boshqacha chiqdi. Yo, uzr, buni qulog'i ekan. Hozir 3-chi maxfiy tobonim yurakdan kepay Quloqim pand bermaydi, aka, hech qachon. Hammasi shunaqa aytdi. Maxfiy tobonim emas, mohiy tobonim. rostdan maxfiy tomonim deyapsiz. Shularni originalida eshitganimda o'sha qayta hamma so'zlarni eshitib, menimcha aksent shunaqa bilan aytilgan edi-da. O'shaning uchun Original bitta eshittirganda. Maxfiy tomonim deyapti-yu, bu ham. Tobon. Просто anaqani yumshoqroq. Maxfiy tobonim deb aytibdi. No, в принципе, buni hozir biz ayblamaymiz-da, rostdan ham shunaqa eshitilgan. Buni so'z boyligi обязательно unaqa bo'lishi kerak emas. Bu ishni eshitganda. Navbatdagi yozyapsizmi? Yana yuguribdi. Voy, seta muzika qo'yaptimi? O'shanaqa qilib tan 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 bo'ladi. Ra'no Abdumtalova. Nima kechga qoldingiz? Ikki soat. Ga ko'ra yonar qo'shig'ini kuylab beradilar. Kuylab berag'oy. Kuylab beradilar. Uyg'urcha aytdimmi? Kuylab. sal nafasimni rostlab olishim kerak. Ne, yugurib keldingizmi? Nima edi buni oti? Ermatmidi, Shomurodmidi? Ermatov Nodirjon. Ha, Ermat. Voy, eshityapsizmi meni? Qarang, shu Ermatov eslaysiz, mana ham eslaysiz. Oy. Yozilu. Yotlab yurganman deb nima telefonga qarab aytayapti bu qiz? Nega? Nima oyog'ini likillatyapti bu? Shu xoshlamas shu. Temp show. Shunaqa temp ko'rasan, qara bitta oyog'iga qara. Bilasanmi temp qanaqa? Qara. Nodir. Yo, siqilyapsizmi? Nima oyog'ingizni unaqa tez qimirlatyapsiz? Ritmdan ham chiqib ketdingiz-da. Mahmud ritmga tushyapti, taktga deyapti, qarasam distin bo'lib yotibdi. Oyog'ingiz tushyapsizmi? Kiygan nima anaqa kurtkada kirdingiz? Anu ham paltada kirdi, opa ham. Siz ham Qishmi ko'chada? sovmi xona? Yechib qo'yinglar, eting keyin boshqalar ham yechinib, to есть ustidagini yechib. Juda ham yechinib ham kirib olishmasmi? No. Ha. Ana, bilishga ham joy topdi, malades. Oyog'ini qara, oyog'ini. G'alati-da, mana bunaqa yetsa. Mana qilsin. Men burada turdim. Valerianka ver. Nodir, Valerianka bor mana taklifga. Chasmi? Oyoq ketib qoldi. Oyog'ingiz diskoteka tushyapti lekin. Yo, beraylikmi tabletka. Nimadir. Yo, lekin hozir siz yaxshi aytdingiz oldinga qaraganda.
Yo просто agar siqilayotgan bo'lsangiz domla deb aytaylik. Glitsin ham bor til tegadi. Solib qo'yadi. Normalniy. Hech siqilmay, hammasi yaxshi. Nima bo'lgan bo'lsa ham, bo'layotgan bo'lsa ham o'tadi onasini ham. Unaqa siqilmay oyoqqa dam berish kerak. Psixoterapiya. Yu bichara qiynalyapti-da, ko'rasizmi? Manaqa deb o'ylaydi. Bitta bo'lmasa ekan buni oyog'i. Keyingi safarga tezlashib qo'yib beraman bunga. Nodir ujasni aytdingiz-a, buni bildingiz-a? Tondan chiqib, tondan sakrab, mayli qimillatavering oyog'ingizni, ruxsat. Oyog'ingizni qimillatsangiz zo'r etar ekansiz. Balki 3 ta variant bor. 3 ta. Nimaga o'tirib? Xo'p. Bor tabletkapga ber, qiz bolaga iltimos qilmayman. Nimaga kecha qilib qo'ymading shuni? Bilarding bugun zapisligini. Aytib qo'ysang o'zim qilib qo'yardim. Xo'sh, Hofiz, tayyormisiz? Hofiz tayyormi, Hofiz? Tayyormasmi? Yarmatov, tayyormisiz? Ol kallangni qo'limdan. O'z qo'lingizni kallamga qo'yib olgan bo'lsiz, menda nima ayb? Men qo'limni kallangga qo'ymadim. Kallangga qo'lim. Demak, bo'ldi, ikkinchi versiyani olib qolamiz. O'tirganingiz foyda bermadi, lekin Nodir to'g'risi. O'tirganingiz yomon aytdingiz. Yo, yaxshi aytgan prosta versiyangiz bor-da, bo'lmasa imkon berardim. Prosta yaxshi aytgan versiyangiz bor-da. 3-Botir. Mana bitta variant bo'ldi. Anga, esting, anga degan harf bor, top beringlar. Anga. Anga. Hang. Gul bir yar, chaman bir anga. Nima bu she'rni yozganda gul chaman bir yar, ogo, что ли? Kim 94 kilo bo'lsa, mendirman o'sha. sayyot.com